Peshku tarixida ilk bora IELTS imtihonidan 8 ballni qo'lga kiritgan o'quvchi. 16 yoshida va 1 urinishda. Bu natijani hattoki ingliz tili o'qituvchilari ham orzu qilishadi. Hey guys, Abbas Johnif here. I studied in Yalqin Muqimov courses where I was able to significantly improve my English, and as a result, Mana qo'limda Abbosjon Olimovning erishgan natijalari 0 dan boshlab 14 oy ichida 1 urinishdayoq IELTS 8, SAT 1450, AQShning Ole Miss universitetidan 100% grant, AQShning Wingate universitetidan 60% grant, Janubiy Koreyaning Inha universitetidan 100% grant, Yangi O'zbekiston universitetidan 100% grant, Westminster xalqaro universitetidan 100% grant. Bundan tashqari ingliz tilida o'tkazilgan Xalqaro iqtisod olimpiadasi respublika bosqichi g'olibi, jahon bosqichi finalisti. Qolaversa, respublika bo'yicha o'tkazilgan ingliz tili olimpiadasida tuman bosqichi g'olibi 2 marta, viloyat bosqichi g'olibi hamda respublika bosqichi 3-o'rin sohibi. I am deeply grateful to Yalqin Muqimov for his dedicated guidance. His support has been a key part of my success.